Bugungi videoda mana shunaqa beta server o'rnatishni o'rgataman. Demak, birinchi hop buni to'liq obzorini ko'rib chiqamiz. O'rnatishdan oldin menga like bosing va menga obuna bo'ling. Mana shu profilga obuna bo'lamiz. Demak, bu yerda bizda barcha kiyim bor va olmos pullari cheksiz va mana barcha naborlar bor. Ko'rishingiz mumkin. Shu vaqtgacha Free Fire ga nechta nabor chiqqan bo'lsa, hammasi bor. Va buni yuklamaydi deganlarga yuklab ham ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin. Hamma narsani yuklaydi va biz hech qanaqa kodlar yozishimiz shart emas. Bu shunchaki o'rnatasiz, ID tasdiqlaysiz va tayyor. Demak, bu yerda emotsiyalar, bu yerda mana bunaqa guruhga keladigan narsalar va bu va bular jon to'ldiradigan va bular va bir hamma narsa bor. Hatto bizning profilimizda galochka ham bor. Pro galochka mana shu yerda ko'rinyapti. 10,000 tabak va regionda nechinchidir o'rinda. Demak, buni hozir o'rnatishni ko'rsataman. Demak, birinchi mana shu guruhga kiramiz. Obuna bo'lamiz guruhga. Mana shu FF bitta o'rnatuvchini o'rnatamiz. Men o'rnatib qo'yganman. Endi bunga kiramiz va o'rnatishga tayyormiz deyapti. Albatta ana bosamiz yoki ha, bu yerda e'tiborsiz qoldirma va bu yerda ID'mizni tasdiqlashimiz kerak. Buni ham ko'rsataman va undan oldin biz ana bosamiz. Men oldin o'rnatib qo'yganim uchun buni o'chirib beraman. O'rnatishga bosamiz. Mana shu yerda shu ID'ni copyright qilib olamiz. Mana shu yerga ID'mizni yozamiz. Va mana shunday bo'lganda barchasi tayyor. Dalam ikut kursus mungkin. Almost cheksiz va barcha kiyimlar ochildi. Menga obuna bo'ling va videoga like bosing.